Oybekjon. Labay aka. Men bu yoqdaman. Oybekjon, bugun mol olaman degan odamlar telefon qilsa hammalarining ishini bitadi. O'ta sifatli, narxi qulay mollar keling Oybekjon. Men qaytdim, men topolmay kamera qidirib turibsiz-ku, aylantirib. Shunday. Aytaman. Telefon qilsa ishlari bitadi Oybekjon. Akalar video rolikni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, aloqaga chiqaverasiz. Narxlar va mollarning sifati juda a'lo bo'ldi akalar. Assalomu alaykum Oybeguz kanalining qadrbaland, qadrli obunachilari, chorvador aka-uka, do'st birodarlar. Anchadan beri yo'qolib ketgan qadrdonimda yer tagidan emas, yer ustidan topib oldik. Albatta kayfiyat ko'tarasiz, chunki aka xonimning anchadan beri kelganim yo'q. Mollar agar quyosh yaltirab, kameraga quyosh tushyapti bilayotgan bo'lsangiz, quyosh tushib yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, ming bor uzr. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan o'sha Bekdiyor akamning xonadonlariga yetib olganmiz. Bittadan mana ko'rinishdagi like-ni tars etib urib qo'yib, bitta shuni obuna bo'lish tugmasini ting etib bosib qo'yasiz. Xudo xolasa qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Bu yoqda Bekdiyor akamning o'zi bugun aksiya qiladigan umiddaman. Inshaalloh aksiya bo'ladi. Hech yo'q, bitta joydagi odammiz-da, ko'rishib turaylik aka. Chekinish qildik-da, yengil. Soliz joydami? Ha, o'sha chekinishga yarasha mollar keldi. Baragasini bersin. Sifat qadrlaydigan akalarimiz uchun mollar keldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima deyapti Oybekjon? Bugun Bekdiyor akamning qo'lidan sifatni qadrlovchilarga faqat baraka chiqadi akalar. Xudo xolasa bittadan like ayamay turasiz. Biz ma'lumotini yoritib berishda davom etamiz. Bekdiyor aka, aqlga tushmagan bilinyapti, ammo orqa boshlar umuman pachkamol. Molni ko'ring. Sal hurkiyapti sizdan. Chiroyli odamsiz, lekin nimagadir mol hurkiyapti. Haligida qo'rqinchli tuyulyapman shekilli aka. Qarang Bekdiyor aka, bugunga necha mash ko'rsatamiz obunachilarga? Qanaqasini oladim o'tdi? Slot somonda bizda. Silos somonasini o'tdi. Borganda mutaxassis bilan kutib olishaveradi. Doktorlar bilan kutib olsin Oybekjon. Tushunarli. Dastavka nima deymiz? Dastavka xizmat Toshkentgacha besplatni qilib beramiz. Toshkentgacha besplatni dastavka xizmati bor. Otangizga rahmat. Toshkentgacha ichimiz ham bir ikkita olsin, vodiy bo'ylab bittaga ham qilib beraveramiz. Tushunarli, xo'p bo'ladi. Aka, unda videoni mana shu qahramondan boshlaymizmi? Albatta. Akalar, mol zo'r. Buni bitta aybi nuqtaga to'g'ri tushmagan ekan. Ko'ring, qo'rqib turibdi. Hozir qo'yib yuborsangiz uchib chiqib ketadi. Orqa boshlari ham umuman kelgan mol. Molni ko'ring. Molni cho'jonor. Hay, jonivor qaysar. Bu qo'yinki arqanga tushmagan. Molni ko'ring, orqa boshladi. Pachkaligini, cho'jonor. Baquvvatda bu chiqdi. Al-haqiqatda erkakcha mol. Oybekjon, Molni ko'ring. Mana realniy holati mana, akalar ko'ring. Molni. Aka, buni mol tuqqan. Albatta. To'g'rimi? Narxi vaqtdami yo oxirdami? Narxi oxirida. Voy, odamni yondirasizlar. Akalar, bir savdoni kutinglar, bir joyga ham savdosi bor ekan, aytilar ekan. Qarang, ketdi akalar. Hozir narxini aytsam ko'rib, birinchi shunga telefon keladi-da, xo'rlan ko'rishmaydi. Bo'ldi, xo'p. Albatta obunachilarni o'zi hurmat qilishadi, oxirigacha ko'rishadi. Mana ko'ring. Asli Nechta bir savdo qo'yamiz aka? 10tasini bir joyga ham qo'yamiz. Oybekjon oxirigacha ko'rib tursin. Tushunarli. Chunki bir qo'ra qilaman degan odam bo'lmasa qilmanda mollarni. Lekin mol haqiqatan standart zo'r mollar ekan. Obunachilar mana ko'ring. Mollar ko'ring. Voy mashalloh. Molda stoka holatlariga gap bo'lish mumkin emas. Aka, hozir yakka-yakka aytamizmi? Yakka-yakka aytamiz. Oybekjon. Molni ko'ring akalar, qaysarlik, aybi buni bitta arqonga tushmaganligida. Arqonga tushmagan, ha. Molni ko'ring. Gap bo'lishi mumkin emas. Molda haqiqiy 4 son deysiz-ku, ana shu narsasi kelib chiqdi. Oybekjon, arqonga tushmagan g'alati tuyulyapti bunga arqonga. Bo'ldi, tushunarli. Cho'jonor. Shunda bu mollar zagonga qo'yib yuborishaveradi. Olib borishadi, zagonga qo'yib yuborishaveradi. Ana akalar, xudo xolasa like ayamay turasiz, kerakli insonga yetib borishi uchun. Yo'qsa Oybekjon. Hop. Mana. Ikkitasini bitta aytadi. Hali ko'pchilik ikkita olyapti-da. Tushunarli. Lekin bittalab ham sotiladi. Molning oyoq qo'llari, belini kengligi, yelka holati hamma joyga alohida e'tibor qaratib turasiz akalar. Ikkalasini bo'y-bo'sini primerni nima deb qo'yamiz? 1.5 plyusdalik aniq. Birovga borolmasa kerak. O'rtasida. Ha, o'rtasida. Oybekjon, bu mollar metrlab sotilgan mol emas, holatni ko'rib tursiz-ku. Lekin sifati zo'r ekan. Sifati zo'r. Sifatga oladigan aytdim-ku boshida. Gap yo'q aka.
Akamda sal dadil endi qarang, endi 2026 ga tamal toshini qo'yapsiz-da. Sal butun gapiring, odamni qochirib beradigan qilib gapirmasdan. Bo'ldi, bozorda 17, 16 yarim, 16 ham yo'q, bachkana gaplar yo'q. Hop, Martchanlar aytaman. hop. Eski datingizni chachaganmiz, axir so'raveradigan datingizni mana 15 yarim olsiz. Ikkalasiga 31 millionga. O'tib berasizmi yo'qmi? O'zlarga o'tib beraman, telefon qilib. Baragasini bersin. 15 million 500 ming so'mdan akalar ko'rib turgan buqalaringizni savdosi bor. Endi akalar bundayda molni gap bo'yida emas. Molni sifati, suyagini yo'qoqligi yaxshi. Tushunyapsizmi? Biru 10 ga yetar yetmagan, lekin biru 5 plus ustida aniq. Xudo xolasa Ko'chatiga pul bersin Oybekjon. Gap so'z Ko'chatiga talashamanmi? Molni bo'yiga aliksa talashmayman. Metrlab oladigan bo'lmas bu. hop. Navbatdagilar aka, ko'ring. Bittasini bitta ham qo'yib beraverman Oybekjon. Bu zavodskiy to'qol variantidan ekan. Mana ko'ring, shunaqami yo'qmi? Yo'q, mana ushlab ko'ring. Zavodskiy to'qol ekan. Akalar, zavodskiy g'urra keladi deymiz-ku endi. Mana ko'ring. Bu birinchisi molni aytyapman, molda bitta aybi o'zini o'zi shunday realni ko'rsatib turibdi. O'sha aybi biz gapirmasak ham molni qo'pol aytganda shuni o'zi stoyka holatlarini ko'rsatib turibdi. Hamma yo'q ekan, oyoqlarini ham ko'ring, baquvvatligini Oybekjon. Mana ko'ring akalar molni. Haqiqatdan Olg'imda molni olib qo'yganda birovga moling bormisa bor deb turib. bor deydigan variantidan akalar. U birinchisi, uchtasini bitta aytib qo'ya qolaman Oybekjon. Bo'laveradi aka. Sariq birinchisi, qoravoy ikkinchisi. Molni oyoq qo'liga ham alohida e'tibor berasiz. Kalla boshlari ham kuydirilgan bu. Ha, shox o'smaydigan, kuydirilgan. Ha. Mana uchinchisi. Shox chiqib Mana akalar. Oybekjon. Molni qorin holatlariga ham alohida e'tibor berish esdan chiqmasin. Akalar. Mana ko'ring, mollarni. Haqiqiy nima desa bo'ladi? Ideal variantdagi. Albatta. Ideal variantdagi mollar, xudo xolasa akalar, maza qilib olasiz. Ko'ring, 5 tani turishdi. Aka, 3tasiga bo'ybasi nima deb qo'yamiz primerni? Bular ham 1.5 bilan chiqsa kerak, 1.5 ga olsin. Hop. Aytdim-ku. Gap metrda emas. Bu ko'chama uchun. Mhm. Ulardan narxini men yengilroq beraman buni Oybekjon. Nechi pul? Mana marchota yo'tsam 100 ming, 200 ming, 500 ming, 15 milliondan olsin mana. Baragasini bersin. Yana savdosi bor 45 millionga. O'zlariga kelishtirib beraman Oybekjon. Yana savdosi bor akalar. Navbatdagilari. Navbatdagi mana. Navbatdagilar akalar bugun ma'noli, mazmunli, qisqa lekin ma'noga keng video bo'ladi. Albatta, Oxirigacha ko'rib turing. Like bosib tursin. Tushunarli. Oybekjon, Ko'ring. endi mana ikkalasini bitta aytamiz. Hop. Molda hamma yo'q ko'rinyapti. Aha. Hech ko'rsatib qo'yaman. Yaxshi bo'lardi yechib ko'rsatib qo'ysangiz aka. Turishdi bilan gilla. Bu beydagi mollarda bitta aybi bor akalar. O'sha arqonga tushmagan. O'sha hali ko'ryapsiz, bundoq qo'shoqdan chiqqandan keyin osovsirab kellasini. Oybekjon, kallasini ko'rsatib qo'yasiz. Tushunarli. Hamma yo'q ekan mol, o'ta chiroyli. Bu ikkinchisi bo'ladi obunachlar. Mana birinchisi, bu ikkinchisi. Kallashlarini ham ko'rsatib qo'ying. Kalla boshlari tuyoq holatlar. Sog'lom. O'ta chiroyli mollar. Oybekjon, Beydar aka gap narxida bilasiz-ku. mana ikkalasini endi bularda ham nargilar o'sha 15 degani. Hop. Bo'yi 1.5 atrofida, bo'yini qo'y. 100 ming emas, 200 mingdan tashlab berdim. 14 million, 800 ming olsin mana. Yana savdosi bor. Bor, telefon qilsa, ey, birov norizo qilmaymiz Oybekjon. Realnimi? Realni. Oybek zobunachilariga mayda-chuyda qilmaysizmi Beydar aka? 14.700 olsin. Baragasini bersa akalar. Yana o'tib beramiz o'zlari. Yana savdosi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ko'ring. Ko'rib turib, shumikin bo'lishi deyishmasin. Telefon qilsa yana savdosi bor. Savdosi bor. Akalar molni Bizdan yaxshilik qiladi. Shu molni olib, voqib baraka topdim deysa ha Oybekjon. Bizdan xursandmiz. Bu oxir marta dekabrda boshida oladigan videoda. Shunday aka. O'shanda olishgan mollar hozir ancha foydada. Xudo xolasa baraka. Ancha chepcha emas lekin, shuni narxi yomon ko'tarilib ketdi. Mana ikkalasini ham olsin. Hop. Mana bu ikkitasini bitta qo'yamiz. Mana ko'ring, stoykasini ko'ring akalar. Erkakcha. Orqa bosh. Mana ikkinchisi mana. Bu birinchisi, mana ikkinchisi. Ikkita qora o'ylagan, nima deymiz? Mana ko'ring. Oldi ungan qismlarni vahvaqalarni ham gap bo'lishi mumkin emas. Oybekjon, aka, oldi qochdi qilmay, shuni kitobga olib qo'ya qolaylik. bo'ldi mana. Gapiring. 14.5 ga telefon qilishaversin. Endi to'talasini 14.5 dan deyavering. Undan narigilar 14.700 ni boshqa xotirmay. Yo'q, o'zi ko'pman farqi yo'q bularni. Shunga aytibman-da to'talasini. Mana 14.400 olsa Oybekjon. Baragasini bersin, to'rtalasini. Savdosi bor. To'rtalasini. Yo'q, mana uni deyapman.
Ikkalasini. Ikkalasini deyapman, ha. Hop. Tanlab olsa qo'yiq suyug'i bor. Mhm. Pilisini ham, minisini ham qilib beramiz Oybekjon. Alohida tanlab olishadigan bo'lsa. Yo'q. Tushunarli. Holatidan kelib chiqib. Bittasini oldim deysin. Ha aka. Ha. Qiziganda bosing. 14,5 dan bor. Baragasini bersin. 14,500 dan yana savdosi bor akalar. Oybekjon, mana shu yerda 10 bosh men akalar. oldi raqamlar qo'ygandik. Hop. Buni birinchisi bir savdo aytamiz. Bir savdo. Hop. Buni birinchisi, Hop. buni ikkinchisi. Bu uchinchisi. 3. Hop. Bu to'rtinchisi. 4-inchisi akalar. Buni beshinchisi. 5-inchisi. Bu oltinchisi. Hop. Bu yettinchisi. Bu 8, sakkizinchisi. 9 va mana ayapolon 10-inchisi. O'ninchisi. Oybekjon, xo'p. Bularni bir joyga aytamiz. Hop. Raqamlar qo'yganmiz sababi bittalab ham sotamiz. Jup ekanda o'ylashmasin. To'g'ri. Falon raqamda deysa, o'sha narxini kelishaveramiz alohida. Video aka gapiring aka narxiga. Narxi nima? 14,800 dan o'rtacha chiroyli bo'ldimi? Arzon bo'ldi lekin. Mana 14,200 olsalar, ras arzon. Baragasini bersa. Bir joyga olsin. Mana uni o'zini nech pul deb qo'yamiz? O'zi nima? Ha, o'zi narxini aytmadik-a? Yo'q. Qiziqtirdingiz-da odamni oxirigacha. 15,5 Oybekjon. 15,500 ming so'm savdosi bor. O'sha pulga ham arzon, savdosi bor. Savdosi bor. Ha, o'zini oldim desa 15,5 dan ham kam bor, o'tib beraman. Obunachilar gap bo'yda emas. Nariyog'i yo'q. Gap bo'yda emas, sifat korpus holati. Ishga to'ygan hamma yo'q baquvvatmoq. Pachka immunitet ham baquvvat bo'ladi aka. Mazaq baqadi. Hech kim bo'ladi. Qo'yingki, xudo xolasa, videorolik hozir ekran qarshisiga chiqadi. Quyidagi raqamlarga bemalol bog'lanaverasiz. Bittadan like bosib, do'st birodarlar jo'natib turish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.